Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz o'z faoliyatimiz haqida gapirmaymiz. Bugun biz respublikamizda tibbiyotida xizmat ko'rsatayotgan 1,5 millionga yaqin, viloyatimizda esa 40 mingga yaqin va markazimizdagi 300 dan ortiq hamshiralarimizning faoliyati haqida fikr yuritamiz. Ha, ular bizning fidoyi, oqko'ngil, mehribon hamshiralarimizdir. Hamshiralar men uchun oddiy hamshira emas. Ular mening va barcha vrachlarning qilayotgan ishida teng sherik va teng mas'uliyatni oladi. Men hamshiralarga, o'zimning hamshiralarimga har doim bosh egib ularga ta'zim qilaman va qilayotgan ishiga har doim omad tilayman. Tungi smenalar, uyqusiz tunlar, charchoqni yashirgan tabassum. Bu oddiy ish emas, bu fidoyilik. Biz ularni ko'p hollarda sahna ortida ko'ramiz, lekin ular bizning yonimizdagi haqiqiy qahramonlardir. Buyuk erkakni ayol qo'llab-quvvatlagani kabi, har bir shifokorning ortida unga kuch bag'ishlaydigan hamshira turadi. Bizning haqiqiy qahramonlarimiz, hamshiralarimiz bayramlaringiz muborak bo'lsin.